May I make one video? Make, yes. Okay. Thank you. Hop, sog'adigan joyi 6 ta 6 ta ketar ekan. Mana bu g'ildiratadigan oxir o'rnini bajaradi. 6 ta sog'ish apparati. Bu kimga qiziq bo'lsa, mana bu echki kirgandan keyin chiqib ketishiga yo'l. Hop, echkilar bu yerdan kirgizib yuboriladi. Haligi eshikdan ketdi sog'ilib. Aylanasiga bo'ladi. Ya'ni echkilar sog'ish zaliga mana shu yerdan kiradi. Mana shu yerdan fransuz alpiylar sog'ishga kiradi navbat bilan. Hop. Kirib sog'ilgandan keyin aylanasiga o'tib o'sha koridordan eshigiga boradi. Eshik ochib, hop, men tushuntiraman sizlarga, eshik ochib, mana bu bolalarning zali ekan bu. Eshikni ochib turib, ayzlar e'tibor beramiz. Mana shu tushiriladi. Echkilar yaqqa o'tib ketmasligi uchun va mana shu eshiklar ochib qo'yiladi. Shunda sog'ilgan echkilar tayyor bo'lib bo'tga yig'ilib turadi. Sog'ilib bo'lgandan keyin shu eshik ochib, hammasi yana bu tarafga o'tkaziladi. Bo'ldi. Bo'tda asosiy ozuqasini yeyveradi, bo'tda ham yeyveradi. Bitta narigi burchakda bo'g'oz echkilar uchun joy qilingan. Mana shu yerda takalar turadi. Takalarni bular 2 oylik qilib tushonkaga topshirishar ekan, 2 oylik 3 oylik qilib urg'ochlari olib qolinar ekan. Urg'ochlardan ham 25 ta har yil olib qolaman deb seleksiya qilaman, ya'ni yaxshilarni olib qolaman deyapti. Xo'p, sug'orish o'zimizda bor haligi sug'orish uskunalari. Mana bu ham bizdan topsa bo'ladi. Sensornilarini oxirlariga e'tibor beramiz. Oxirlariga oddiygina teglari somoni mana. Hop, kel. Hop, beda beriladi. Mana bedani dahshati bizda ham topsa bo'ladi yoz kunlarida va hashaga aralashtirib beryapti. Tak, tuzli ilib qo'yilgan, suv sug'orish uskunalari o'sha qashinish uchun qo'yilgan, tuz ilib qo'yilgan. Hop, yana nima qolib ketdi? Hop, mana shu takalar bir hafta onasini tekshirar ekan, bir haftadan keyin o'zini maxsus kashasiga o'tkaziladi. Azizlar, ma'lumot uchun 3 minutlik bo'lsa ham manfaatli video bo'lsin degan maqsadda sizlarga tashladim. Mana bular bir haftalik echkilar ekan. Mashalloh. Hop, 76 ta echki joylashgan. Bu tomonda bolalari 23 ta ekan. Boshda mana shu qiziqarli ma'lumot bor ekan shu yerda. Echkilari bo'ladigan bo'lsa, hammasi mana tug'ilgan yilini yozar ekan. Birkasini urib qo'yar ekan, otini yozar ekan, keyin tug'ilgan oy, kun, yilni yozar ekan. Endi mana 19-yildan boshlab turib, onasini otini ham yozish boshlabdi, onasini birkasini ham yozish boshlabdi. Mana 19da tug'ilgan, birka nomeri, oti, tug'ilgan payti, onasini birkasi, onasini oti. Hammasi mana 20. Ya'ni shu jadvalda o'sha echki tug'ishi birinchi echkidan boshlab keyingi echkilarning avlodi keltirilgan. Naqadar chiroyli tashkil etilgan ferma. Juda go'zal. Azizlar, sog'ish zali, kirish, umumiy echkilar mana shu yerda 76 ta echki joylashgan va u tomonda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Chorvachilikka oid, echkichilikka oid yaxshi videolarni qo'yib borishda davom etamiz. Rahmat.